Mana shu terilgan g'ishni o'zidan ham uchastka qanaqa sifat bilan qurilganini bitada bilib olsanglar bo'ladi. Uchtepa tumani Izza atrofidan Korobka ko'chasiga qidirganlar uchun Foziltepa ko'chasiga kelganmiz. Orientir Uzgazoyli orqasidagi mahallalardan 2,5 sotuvli mana shu mehr bilan qurilgan Korobka ko'chaskamiz sotuvga qo'yilgan. Bunaqa ko'chaskamizdan 4 ta edi, bittasi sotilgan, 3 tasi qolgan, qolgan ikkitasini sotixi kichkinaroq. Planirovkasi keladigan bo'lsa, darvozaxonaga ikkita mashina bemalol sig'adi. Burchida sanuzli joyi bor, yoniga letin kuxna qilsanglar ham bo'ladi. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, binoga birinchi etaj kirishimiz katta xoll bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'lda kuxnani ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bitta katta zal, mehmonxona, orqa hovliga eshik oyna qoldirilgan bo'ladi va bitta umumiy sanuzil yonida yotoqxona bilan birga joylashgan. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, chiqishimizda bu yoqda ham 4 ta yotoqxonaga ega bo'ladi. Xonalar razmeri katta-katta ishlangan. Bittasini o'zidan terasaga chiqishimiz mumkin. Bitta yotoqxona alohida sanuzil bilan birga va bitta umumiy sanuzil yonida yotoqxona bilan birga bo'ladi, plus yana bitta yotoqxona. Ya'ni umumiy hisobda ikkita bolalar yotoqxonasi, ikkita kattalar yotoqxonasiga ega bo'ladi. Binoni tegi podvali ham yaxlit holatda, uni ham jiloga aylantirib qo'yish mumkin. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Narxini 165 ming dollar deyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Mana shu terilgan g'ishni o'zidan ham uchastka qanaqa sifat bilan qurilganini bitada bilib olsanglar bo'ladi. Uchtepa tumani Izza atrofidan Korobka ko'chasiga qidirganlar uchun Foziltepa ko'chasiga kelganmiz. Orientir Uzgazoyli orqasidagi mahallalardan 2,5 sotuvli mana shu mehr bilan qurilgan Korobka ko'chaskamiz sotuvga qo'yilgan. Bunaqa ko'chaskamizdan 4 ta edi, bittasi sotilgan, 3 tasi qolgan, qolgan ikkitasini sotixi kichkinaroq. Planirovkasi keladigan bo'lsa, darvozaxonaga ikkita mashina bemalol sig'adi. Burchida sanuzli joyi bor, yoniga letin kuxna qilsanglar ham bo'ladi. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, binoga birinchi etaj kirishimiz katta xoll bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'lda kuxnani ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bitta katta zal, mehmonxona, orqa hovliga eshik oyna qoldirilgan bo'ladi va bitta umumiy sanuzil yonida yotoqxona bilan birga joylashgan. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, chiqishimizda bu yoqda ham 4 ta yotoqxonaga ega bo'ladi. Xonalar razmeri katta-katta ishlangan. Bittasini o'zidan terasaga chiqishimiz mumkin. Bitta yotoqxona alohida sanuzil bilan birga va bitta umumiy sanuzil yonida yotoqxona bilan birga bo'ladi, plus yana bitta yotoqxona. Ya'ni umumiy hisobda ikkita bolalar yotoqxonasi, ikkita kattalar yotoqxonasiga ega bo'ladi. Binoni tegi podvali ham yaxlit holatda, uni ham jiloga aylantirib qo'yish mumkin. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Narxini 165 ming dollar deyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Mana shu terilgan g'ishni o'zidan ham uchastka qanaqa sifat bilan qurilganini bitada bilib olsanglar bo'ladi. Uchtepa tumani Izza atrofidan Korobka ko'chasiga qidirganlar uchun Foziltepa ko'chasiga kelganmiz. Orientir Uzgazoyli orqasidagi mahallalardan 2,5 sotuvli mana shu mehr